Assalomu alaykum. Yaxshilarim, yana bir bora uyg'ondingiz. Ko'zingizni ochdingiz. Allohga shukrlar. Demak, baxtlisiz. Orzular diyorining yana bir kuni hammamizga muborak bo'lsin. Allohim duolarimizni qabul qilib, niyatlarimizni ijobat aylasin. Allohim, o'zing nursan, o'zing musavvirsan, o'zing rahmonsan, o'zing karimsan. Tonglarimizni ibodat, iymon, taqvo nuri ila yorit va shu nur ila yashash baxtini bergin. Bizni kuzatayotgan mehri qaynoq qadrdonlarim, tinglab borayotganingiz yaqinlarimga tabriklar loyihasi, shu loyiha boshlovchisi Malak xonim siz bilan bizga kelib tushgan tabriklarni o'z egalari tomon yetkazishda davom etamiz. Qani ketdik azizlar, xursandchilik ulashamiz. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mo'minaxon opajonimiz bilan bog'landikmi? Yaxshimisiz, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Rahmat, avvalambor go'zal shukronangiz payg'ambarimizga ummat Allohimga sachin ne'mat bo'lgan nurafshonli eng baxtli kunlaringiz bilan 66 bahoringiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Rahmat. Rahmat, ilohim umringiz uzoq, tani joningiz sog' salomat bo'lsin. O'zimni tanishtirsam, ayni daqiqalarda Telegram ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan tug'ilgan kun tabriklar loyihasi, shu loyiha boshlovchisi, g'oyibona suhbatdoshingiz Malak xonim bo'laman. Bugun loyihamiz orqali sizni xursand qilishni, tabriklashni istagan, juda ham yaxshi ko'ruvchi, borligingizni baxtim deguvchi aziz insonlaringiz bor ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu insonlar kim bo'lishlari mumkin? Taxminlaringiz bormi? Qizim, kelinim, Yanachi, jon jigarlaringizdan izlab ko'ring. o'g'illarim, Ozroq adashyapsiz. Jon jigarlaringizdan izlab ko'ring. singlim, jiyanlarim. Juda ham yaxshi ko'raman. Borlariga shukr. Dunyo turguncha tursinlar, baxtimizga sog' bo'lsinlar. Mana shu mehr oqibatimizga ko'zlar tegmasin deya sizga o'zgacha ta'riflarni, tilaklarni yozib qoldirgan, borligingizni baxtim deguvchi mehribon jiyaningiz, sizni juda ham yaxshi ko'ruvchingiz Vaziraxon bo'ladilar. Voy, rahmat. Rahmat, salomat bo'lib yuring. Go'zal tilaklarga singlingiz Muhtaramxon opajonimiz ham o'z hamrohliklarini bildiribdilar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'lib yuring. Ruxsat bersangiz, bugun jiyaningizni sizga aytar so'zlari, o'zgacha tilaklari bor ekan. Shu so'zlarni, go'zal tilaklarni o'qib eshittirsam maylimi? Ruxsat bera olasiz? Mayli, rahmat. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Unda diqqat qilasiz. Sizga atalgan o'zgacha tilaklarni o'qiy boshladim. Qalbingiz hayot baxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom baxt omad. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Dunyoda g'am ko'rmang hech qachon, hech vaqt. Oshufta qalbingiz to'ymasin armon. Bor bo'ling, sog' bo'ling, doim qadrdon. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Shodlik, quvonchlarga bo'ling hamxona. Baxtsizga bir umr bo'lsin koshona. Umringiz har kuni bo'lsin shodiyona. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Men uchun qadri qiymati o'zgacha bo'lgan, doim yaxshiliklarni ravo ko'rguvchi, har qanday damda yonimizda turguvchi aziz mehribon insonim. Sizni bugünkidek go'zal shukronangiz payg'ambarimizga ummat Allohimga sachin ne'mat bo'lgan nurafshonli eng baxtli kunlaringiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ilohim umringiz uzoq, tani joningiz sog' salomat bo'lsin. Rabbim Allohim aziz joningizni barchamiz uchun omonda asrasin. Ikki dunyo savobiyu saodatlari bilan, go'zalliklari bilan quvontirib bersin. Baxtimizga doimo sog' bo'lib yuring. Rabbim sizni, oila a'zolarimizni Al-Hafiz ismi ila doim asrasin.
Xasta bo'lganingizda Shofiy ismiyla shifo bersin-u, Al-Vadud ismiyla sevsin. As-Somad ismiyla hech kimga muhtoj qilmasin. Ar-Rofi ismiyla quvontirsin-u, yuksaltirib yursin. Al-Mujib ismiyla aytilgan tilaklarimiz, duolarimiz bugunning o'zida qabul bo'lsin. Allohdan siz uchun dunyodagi eng yaxshi narsa Allohning muhabbatini, jannatdagi eng oliy ne'mat Allohning jamolini ko'rishni, eng yaxshi mukofot payg'ambarimiz alayhissalom bilan jannatda jamlashimizni so'rab qolaman. Yaxshiyam borsiz, boringizga shukr. Ilohim dunyo turguncha turing. Baxtimizga doimo sog' salomat bo'lib yuring. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ilohim mana shunday go'zal kunlaringiz ko'p bo'lsin. Baxtimizga doimo duogo'yimiz bo'lib sog' salomat bo'lib yuring. Yaxshiyam borsiz deya bugun mana shunday go'zal, samimiy tilaklarni jiyaningiz Vaziraxon maxsus yozib qoldiribdilar. Sizni ham aytar so'zlaringiz, o'zgacha tilaklaringiz bo'lsa, marhamat eshitamiz. Rahmat qizim. Vaziraxon qo'shilganimdan qo'sha qarigin. Zaynga ham Alloh shifo bersin. O'ynab kelib, banisalardan, operatsiyalardan chiqib olsin. Hasanboy, Ihsonboy, farzandlaring yaxshi farzand bo'lsin. Hozirlarga jannat ishga qodir bo'lsin. Yaxshi farzand bo'lsin, zakot berishga qodir, haqiqiy qurbonlik qo'ylar so'yishga qodir farzandlar bo'lsin. Ularning rohatini rohatda ko'rishga Alloh nasib qilsin. Ilohim. Meni hurmat qilsan, Alloh azizim karam qilsin. Ilohim. Aytganingiz kelsin. Anajoli sog' bo'lsin. Omadingizni bersin. Bunaqa tabriklarni ko'p, buni hammani xursand qilib yurishga Alloh nasib qilsin. Rahmat sizga ham. Go'zal kunlaringiz ko'p bo'lsin. Yaxshiliklar doim hamrohingizga aylansin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling ilohim. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat.